Blockchain'da layer 1 va layer 2 farqi nima? Layer 1 bu mustaqil ishlaydigan asosiy blockchain tarmog'i. Go'yoki asosiy magistral yo'l. Unda barcha o'tkazmalar amalga oshiriladi. Xuddi katta yo'lda serqatnov mashinalari harakati kabi, layer 1 kriptovalyuta o'tkazmalari bilan doim band bo'ladi. Shuningdek, xavfsizlikni ta'minlaydi va ma'lumotlarni saqlaydi. Ammo muammo shundaki, tranzaksiyalar ko'payib ketsa, tarmoq sekinlashadi. Xuddi yo'lda probka hosil bo'lgani kabi. Yurish sekinlashadi va yo'l haqqi komissiya qimmatlashadi. Bunga misol tariqasida Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB kabi tarmoqlarni aytish mumkin. Shuningdek, layer 2 bu yordamchi ko'prik, ya'ni aylanma yo'l kabidir. Layer 2 bu asosiy tarmoqqa qo'shimcha qatlam. Uning maqsadi asosiy yo'ldagi tirbandlikni kamaytirish. Vazifasi shuningdek, tranzaksiyalarni asosiy blockchaindan tashqarida tezroq va arzonroq bajarish va keyin natijani layer 1 ga hisobot sifatida yuborish. Foydasi shuki, komissiya juda arzon bo'ladi. Ba'zida 10-100 baravar va tezlik juda yuqori bo'ladi. Misol tariqasida Ethereum uchun Arbitrum, Optimism, Base hamda Polygonni misol keltirish mumkin. Bitcoin uchun esa Bitcoin Lightning Network. Agar ushbu video foydali bo'lsa, unga like bosib, yaqinlaringizga jo'natishni unutmang. Kriptovalyuta, blockchainga daxldor shu kabi ma'lumotlar haqida ko'proq o'rganishni xohlasangiz, obuna bo'ling hamda albatta videoga like bosing.